Yo, WhatsApp nega obunachilar? Sizlar bilan Cybercraft va bugungi videolarga biza Minecraftda ro'za tutib ko'raman. What? Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. Men buni qilib ko'raman. YouTube'ga kirib va men yozdim, ya'ni Minecraftda ro'za tutish deb qidirib ko'rdim va menda chiqdiki qo'lim qiyshiqligidan qidirib ko'rsam faqatgina Rekerni videosi chiqdi va undan keyin qolganlar faqatgina Ramazon muborak deb shunaqa videolar chiqarib tashlab yotibdi. Shuning uchun men ham Rekerni ketidan chiqarib ko'rmoqchi bo'ldim va hatto ChatGPTdan ham so'rab ko'rdim va ChatGPTda ham so'radim. Minecraftda o'yin ichida xullas bu yog'ini o'zinglar ko'rib olasizlar. Personajda qidirib ko'rdim va ChatGPT menga nimani chiqarib berdi aytaymi? Hozir aytib beraman. Ha, bo'ladi, lekin o'yin mexanikasi doirasida bo'ladi. Minecraft ichida personaj o'z xohlagancha ro'za tutishi mumkin. Ya'ni qanday qilib siz ertalabdan kechgacha ovqat yemaysiz, personajni ochlik, hunger shikoyat boradi. Shu kabi boshqacha ma'lumotlar berdi va men buni qilaman va bo'lmasa go. Va men yerga kirib oldim va men o'zimga kerakli bo'lgan 3 donagina ovqatni olib oldim. Va og'iz yopadigan payt ham bo'ldi. Qani sabzini yeyman va olmani ham yeb olaman. Va bu go'shtni esa iftorga olib qo'yaman. Men bu kartaga hattoki modlar ham qo'shdim. Ya'ni mana bunaqa strukturalar qo'shib beradigan mod va daraxtlarni tez chopishga va rudalarni tez chopishga tilim qursin. Xullas, tez sindirib olishga yordam beradigan modlar qo'shdim. Do'stlar, bo'lmasa videoni cho'zmasdan boshlariga o'zi nima gapirib yuribman, sekingina vijvani qilaveramiz. Uzoq uy turibdi, короче, bu ham nimani ko'zib yurdi moddiki. Hop, aytganimdek bo'lmasa biza vijvani qilamiz. Nima yuguryapman o'zi? Sekinroq yurish kerak o'zi. Sekingina hech qanaqa mob o'ldirmasdan sekin vijvani qilamiz. Axir ro'zamiz endi biz. Hech qanaqa ovqat yemaymiz, odam o'ldirmaymiz, yolg'on gapirmaymiz. Axir bu burchimiz. Xo'sh, 5 ta bo'ldi daraxtimiz va yetadi bu ham. Xo'sh, go'shtni olib qo'yamiz tepaga. Xo'p. Короче, do'stlar, men ancha vaqt YouTube'da yo'q bo'lib qoldim. Ha. Chunki bekorchilik qildim. Hech narsa qilgim kelmadi. Va shu sababdan video olmadim. Ya'ni ideya bo'lmadi вообще. Keyin ro'za kelib qoldi. Ro'zadan men ideya oldimda sekingina video chiqarib yubordim. Xo'p do'stlar, endi kirka yasaymiz, keyin esa nima qilamiz? Albatta tosh chopamiz. Tosh kirkada tosh bilan tosh, keyin tosh, bag'ri tosh, xullas ko'zi to'la yosh. Nima dedim? Xullas tosh kirka bilan temir qaziymiz. Ovozim baland bo'lib ketdi. Xo'sh, toshdan temir qazidik. Endi yana temir topib, yana qazib olamiz. Ungacha esa yana ozgina ko'proq tosh X-ray yonib ketdi. Nima bo'ldi? Xo'sh, tosh qazib oldik. Endi esa sekingina mashinani sindirib olib, endi sekingina ko'mir qidirib, ko'mir davlaymiz. Neger qo'yib turibdi naretda. Xo'sh, mana ko'mir ham topib oldik. Endi esa buni ham sindirib olamiz va ko'rib turibsizki, men Oh my god! modim ishladi. Aytganimdek, bu mod hamma rudalarni bittada chopib beradi, ya'ni sindirib beradi. Daraxtni ham sinab ko'rsak bo'ladi, lekin hozir daraxt chopib bo'lganimiz uchun faqatgina hozir ruda qidirib chiqamiz. Xo'sh, bu yerda ham ko'mir bor ekan. Buni ham sindirib olsak, ana ko'rdingizmi? Darajasi bilan ham chiqarib beradi. Bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Men bu modni albatta Telegram kanalimga tashlayman. Telegram kanalim esa opsiyada bo'ladi. Va mana ko'rib turganingizdek buni ham sindirib oldim. Sekingina bit o'tib olib, endi
bu yerdan chiqib olamiz. Qani makka sekingina. Xo'sh. Biz ro'zamiz-ku, nega bunday ishlar qilyapmiz? Mayli, temirni sindirib olamiz. O'sha mana tulki ham ro'za tutib shekilli yotib oldi. Xo'sh, bizda jami 5 ta temir bo'ldi. Endi yana atrofni qarab ko'zdan kechirib ko'ramiz. Afsuski kechiradigan joyi yo'q ekan. Shuning uchun endi to'g'ridan-to'g'ri ana uyga qarab yo'l olamiz. Nega sekin yuribsan, ibillayapsan deyishingiz mumkin. Chunki men ro'zaman. Ro'zadorman men. Ro'zaman men. G'or, lekin bu yoqqa kirmaymiz chunki biz maxluqlar bilan jang qila olmaymiz. Chunki biz o'ldirmasligimiz kerak. Biz ro'zamiz. Shuning uchun sekingina ortga qaytib o'zimizni rivojlantirishimiz kerak do'stlar. Bo'lmasa sekin verstagni oldiga borib o'zimizga yangi tapor yasab olishimiz kerak. Shu bitta tapor olsak, bitta bo'ldi. Endi esa sekin sindirib yo'lga chiqamiz. O'sha uy shu tomondami adashmasam? Ha, shu tomonda edi. Qani u sekin shu yerdan o'tib olamiz. Xo'sh. To'g'ridan-to'g'ri shu yoqqamidi? Ha, shu yoqqa edi. Yugurmaymiz. Sekingina asta-sekinlik bilan ritmga tushgan holda yo'lga chiqamiz. Ana uyni toshlari ham ko'rindi. Sekingina uyga boramiz. Bolalar, nimaga shunaqa zo'r videoni ko'rib videoga like bosmaysizlar? Ko'rib turib like bosmaslik qanaqaligini bilasizlarmi? Bo'ldi. Shu bugundan boshlab videomni ko'rib like bosmagan yuziga o'rgimchagodan to'r otib ketsin. Xo'sh, shu daraxtlardan o'tsak, o'sha uy bizni kutib oladi. Voy, bu o'zi necha qavat uy? Voy, bu 5 qavat. Voy, ishqil bu yerda villagerlar yo'qmi? Negerdan qilingan ekanda bu uy. Ya'ni neger bloklardan qilingan ekan. Oynasi ham hatto neger. Xo'sh, ko'mirni sindirib olamiz va oynani ham sindirib o'tib olamiz. Xo'sh, ichkarida kimlar bor? Kuku? Xo'sh, hech kim yo'q. Demak, bu uy bo'sh. Demak, biz shu uyda ro'zamizni, ya'ni og'zimizni ochib olsak bo'lar ekan. Sandiq ichida non. Biz ro'zamiz, non yeyolmaymiz. Xo'sh, temirlarimizni eritib olamiz. Xo'sh, ikkinchi qavatda nimalar bor? O'rgimchak to'ri. O'zimizga qilich esa buni sindirib olishimiz kerak ekan. Xo'p, bo'lmasa nima qilardik? O'zimizga qilich yasaymiz. Undan oldin mana bu sandiqlarni ham bir ko'zdan kechirib chiqamiz. Rudalar, oltin kitob, yaxshi. Qanaqa kitob ekan bu? Xo'sh, pastda ham sandiqlar va pechkalar bor edi. Xo'sh, mayerni yopib olamiz avval va buni ichida hech nima yo'q. Va bu sandiqda esa palakat. Bundachi hozir men senlarni yomon qilaman. Xo'p, naginasidachi? Oh my god! Ha, bo'lar ekan, mana izimrudlar chiqsam, bu yoqda nonlar chiqaverar ekan, jonga tegib. Nimaga? Nimaga shunaqa ekan? Xo'sh, bu yerda voy, voy, nimaga shunaqa ro'za payti chiqaveradi-da. Telefon ko'rib o'tirgandan ham masalan YouTube, Instagram ko'rib o'tirsang ham hali ovqat yeyotganlar chiqib beraveradi jonga tegib. Nimaga tayinlab qilishar-ekan buni? Xo'sh, o'zimizga fakel yasab olamiz bekor turmasdan. Mana bu yerga bitta fakel, bu yerga bitta fakel. Agar bo'lmasa yovuzlar paydo bo'lishi mumkin bu yerda ham. Bu yerga bitta va mana bu yerga bitta va yoritildi. Endi esa erigan temirimizdan o'zimizga bitta qilich bilan bitta qilich mayli. Bitta qilich yasaymiz va kirka ham yasab olsak, o'sha qilich bo'ldi. Endi esa tepaga chiqib ko'ramiz. Buni sindirsak, ya'ni kesib olsak. What the fuck? Nimcha ko'p bu yerda somon.
Bulardan qancha non qilsa bo'ladi? Nimaga non o'ylayapman, men ro'zaman-ku axir. Xo'sh, qani bu yerda yana bitta qavatga chiqish yo'lagi bor ekan. Xo'sh, bu yerni ham ochib olsak. Xo'sh, ruxsan ham tepaga chiqsa bo'lar ekan. Xo'sh, bu yoqda ham ko'p nima bor ekan. Nima bo'la bu fermer uyimi? Oho. Agar shu uyda yashaganimda o'zi ham hozir men anchaylab boyib ketgan bo'lardim ekan. Qorin och qolmasdi ekanda. Xo'sh, bu yerda nima bor? He. Rosa fermer ekanda. Zombi fermer ekan bu, zombi fermerdi. Xo'sh, bu oxirgi qavat menimcha 5-qavat. Xo'sh, mana yerda ham ochiladigan anaqa bor ekan, baryer deydimi, xullas. Oho, nimcha o'rgimchak to'ri nima bo'ldi? O'rgimchaklar ba'zimi bo'lganmi bu yerda? Xo'sh, o'rgimchaklardan ba'zini bergan shekilli bu yerda. Xo'sh, qani buni ichida nima bor ekan va temir. Temir bo'lakchasi. O'rgimchak turingiz seni. Bunisidachi aytdimi, bu zombi fermer uyi bu. Xo'sh, sekingina bo'lmasa pastga tushib olamiz. O'rgimchak turlari ham jonga tegdi. Voy. Ro'za og'zida so'kintirishmoqchi bular, lekin men so'kinmayman, chunki men ro'zaman. Ana. Juda asabga o'ynashmaydi bular. Juda asabga o'ynamaydi. Shunaqangi asabga o'ynamaydi bu. Xo'sh, pastki qavatda yana bor edi, menimcha adashmasam. Xo'sh. Mana burchakda sandiq ko'rdim menimcha. Mana. Ana. Men seni ko'ryapman. Ko'rmasam ham bo'lardi ekan. Xo'sh, bo'lmasa o'zimiz qavatga tushamiz. Menimcha tushdi. Xo'p. Nima qilamiz bo'lmasa? To'g'ri pastga tushamiz. Xo'sh. Bu yaramas sandiqlarga qaramaymiz. Hali ham tushmayapti do'stlar. Xo'sh, bizda 29 ta ip bo'pti. Bu iplarni yo'qotib yuborsak ham bo'laveradi. Qo'yib chiqamiz sekin shu yerga. Hop, atroflarini ip qilib tashlaymiz. Kelganlar o'lib ketsin, ipga o'ralashib. Ha. Xo'sh, tushyapti do'stlar. Demak, iftor vaqti bo'lyapti. Xo'sh, biz nima qilamiz? Bizim mana bu ovqatimiz bor, iftor qilgani. Xo'sh, uyimiz bor, joyimiz bor, lekin nima aytayman, meni mana bu ochlik shkalam bitta ham ketgani yo'q do'stlar. Nega? Bitta yo'li bor, jonimizni ketkazib nima qilishimiz kerak? Ya'ni jon to'ldirish uchun ovqat shkalasi ketadi. Shuning uchun shundan foydalanamiz. Go. Endi sekingina kutamiz. Xo'sh, jonimiz to'layapti. Ovqatimizni olamiz va sekingina kutamiz. Yep, barakati. Jonimiz to'ldi, lekin ovqatimiz bo'lmadi. Endi shu yo'ldan foydalanamiz. Mahluqlar bizni uradi, lekin o'ldirmaydi. Biz uyimizga qochib kelib olamiz va bizni qo'lim qiyshadi. 2-qavatga chiqib olamiz va bizni qornimiz ochish kerak. Va qornimiz ana ochishni boshladi do'stlar. Endi sekin iftorlikni boshladik va bo'ldi. Biz Minecraftda ro'za tutdik do'stlar. Va men bu challenjni bajardim va albatta sizlar ham endi va'da qilmadilar-ku. Endi mayli do'stlar. Keyingi video qanday bo'lishini kommentariyada yozib qoldiringlar. O'zingiz challenge berishingiz ham mumkin va albatta do'stlar, sizlardan bir narsani so'rayman. Kanalga obuna bo'lib, albatta videomga like bosib qo'yishni unutmang.